Assalomu alaykum barchaga. Hammaga xayrli kech. O'zbekistondan bugungi navbatdagi muammo plus yechim Shroud School loyihamiz davomidagi ikinci suhbatimizni hamma ko'rganimizga xursandmiz. Mavzu aynan shu vaqtgacha asosiy suhbatlarimizda loyiha boshqaruvidagi asosiy uchraydigan muammolar bo'yicha ekspertlarni suhbat qo'ygan bo'lsak, bugungi suhbatimiz biroz noodatiy. Bugun endi biz CV, aynan ishga kirishda birinchi kerak bo'ladigan narsa albatta bu insonni o'sha qilgan ishlarida o'sha kelajakdagi kirmoqchi bo'lgan kompaniyasi ko'rsatib beruvchi eng muhim hujjatlardan biri CVni qanday tuzish, undagi xato kamchiliklarni qanday qilib oldini olish bo'yicha yo'natiladi. Sababi mavzuni aktualligi shunchalik aktualki, hatto o'zim tajribam bo'yicha aytib ketishim mumkin shu yerda. O'zim 5 oy Germaniyada birinchi magistratura kelib, birinchi 5 oyimni ish qidirganman va 5 martadan ortiq CV'mni noldan qaytadan qilganman. Ya'ni bu qanchalik xato, kamchiliklar ko'p qilinganki, 5 oy muddat o'tib ketganligi va mana shu muddat boshqalarda takrorlanmasligi va CV'ni qanday to'g'ri qilgan holda har qanday kelajakdagi chet elda borib ishlamaydigan vaqtda ham har qanday o'sha xalqaro kompaniyani eshigini oldiga borib bemalol CV'sini ko'rsatgan holda intervyuga qabul qiladigan darajaga chiqa olishimiz uchun bugun biz bilan Nargiza Aldanazarova hozirgi vaqtda Shvetsiyada Bitfinity kompaniyasida va undan oldin Exodel Amerikan kompaniyalarida IT HR manager bo'lib faoliyat yuritgan inson bilan bugun o'zlarini tajriba va fikrlari bilan bo'lishamiz. Nargiza opa, bugungi suhbatimizda sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum Abbos. Men ham xursandman. Shunaqa loyihaga taklif qilganinglardan va xursandman. O'zimni tajribamni, bilimlarimni qiziquvchilarga bo'lishdan xursandman. To'g'ri aytdingiz. Judayam hozirgi kunda CV yoki rezyume judayam muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun masalan mukammal CV qilinsa, bu Yevropada, chet elda, Amerikada, hattoki O'zbekistonda ham tezroq o'ziga to'g'ri keladigan ish topish imkoniyatini ochib beradigan bir hujjat. Agar hamma tayyor bo'lsa, hamma ishtirokchilar qo'shilgan bo'lsa, boshlaymiz. Ha, boshlasak bo'ladi. Bo'ldi. Hop, bugun biz sizlar bilan CVlarda yo'l qo'yiladigan asosiy xatolar haqida gaplashamiz. Bugungi o'sha 1 soat ichida biz sizlar bilan birgalashib CV, rezyumedagi xatolar va CV va rezyumeni intervyugacha bo'lgan bosqichlar haqida gaplashamiz va albatta uni qanaqa qilib yaxshilash mumkin va yaxshilash uchun maslahatlar. Shuningdek, cover letterni o'rni, o'zi cover letter nimadagi va nima uchun u Yevropada, Amerikada, Kanadada juda muhim rol o'ynashi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman va oxirida agar sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan berishim mumkin, imkon qadar unga javob berishga harakat qilaman. Hop, boshlaymiz. CV va rezyumega xatolar. Birinchisi bu CV va rezyumeni farqini bilmaslik. O'zi endi savol tug'ilishi mumkin, o'zi CV nima va rezyume nima? CV asosan akademik pozitsiyalar uchun topshiriladigan bir hujjat hisoblanadi. Agar siz ta'lim sohasida, akademiyada ishlashni xohlasangiz yoki PhD'da davom ettirmoqchi bo'lsangiz, albatta siz CV tayyorlashingiz kerak bo'ladi va CVda asosan ko'proq qanaqa yo'nalishda o'qiganingiz, ilmiy ma'ruzalar haqida to'plamlar, qanaqa kitoblar, qanaqa maqolalar chiqarganingiz haqida batafsil yozib o'tiladi. Rezyumeda esa bu asosan ko'proq professional ish tajribaga fokus qaratiladi. Unda masalan qanaqa loyihalarda ishtirok etgansiz, qanaqa sizni hard skilllaringiz bor, soft skilllaringiz bor, qanaqa pozitsiyalarda ishlagansiz, shu haqida imkon qadar yozilgan hujjat bo'ladi. Shuningdek, CV asosan 2 va 3 betdan iborat bo'ladi. Rezyume esa bu bir maksimum 2 betdan iborat bo'lgan ishlash uchun ishlashdan oldingi bo'lgan bir topshiriladigan hujjat. Yevropa davlatlarida bu CV hamda rezyume bir xil kuchga ega va ikkalasi ham bir xil ma'noni beradi. Ya'ni agar misol uchun siz LinkedIndan yoki biror bir HRga aloqaga chiqqaningizda sizdan CV yoki rezyumeni jo'natsa, bu ikkalasidan ya'ni CVni ham jo'natishingiz mumkin yoki rezyumeni ham jo'natishingiz mumkin.
agar siz Amerika, Kanada davlatlarida masalan akademiyaga topshirmoqchi bo'lsangiz, unda CVni jo'natasiz. Ish ish o'rinlariga topshirmoqchi bo'lsangiz, unda rezyumeni topshirasizlar. Birinchi xato demak bu o'sha CV va rezyumeni farqini bilib olishlik. Hop, ikkinchisi rezyumeni formati va dizayni. Hozirgi kunda 75% korxonalarni barchasi Yevropada, Amerikada ATS sistemasini ishlatishadi. ATS sistemasiga mana hozir misol sifatida ko'rsatib o'tdim, surat yoki qanaqadir zo'r bir mukammal dizaynga ega bo'lgan CV omadli o'tmaydi, chunki u uni o'qa olmaydi. Uni o'rniga ATS o'qa oladigan bu rezyume bu oq rangda bo'lgan, aniq ko'rsatib o'tilgan, ya'ni sizni hard skilllaringiz, soft skilllaringiz, tajribalaringiz ko'rsatib o'tilgan rezyume omadli o'tadi. Demak, ikkinchi eng katta xatolardan bittasi bu rezyumeni formati va dizayni. Hop, uchinchisi eng katta bu global muammo bu ishga topshirilayotganda job description o'qimaslik. Ya'ni korxona haqida ma'lumotga ega bo'lmaslik, ya'ni qanaqa u turdagi IT sohasidan, FMCG sohasidan yoki bank sohasidami korxona haqida ma'lumotga ega bo'lmaslik hamda berilgan vakansiyani o'qimaslik. Ya'ni o'zi vakansiyada shunday yozib o'tiladi, aniq qanaqa mutaxassis kerakligi, qanaqa skilllari, qanaqa hard skilllari, qanaqa soft skilllari bo'lishi kerakligi haqida yozib o'tilinadi. Lekin ko'pgina holatlarda biza o'zim ham masalan ish tajribam yo'q paytida ish vakansiyalariga topshirganimda o'sha bir dizaynga ko'proq fokus qilgan holatda va job description o'qimaganlik holatida topshirardim va u mani ko'proq faillarga uchrashimga sabab bo'lgan. Keyin o'sha analiz qilganimdan so'ng, HR sohasida ish boshlaganimdan keyin ko'plab rezyume, CVlarni ko'rganimdan keyin shuni anglab yetganmanki, hamma CV rezyumelarda aniq o'sha job descriptionga asoslangan bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni job descriptionda berilgan key skilllar bo'lishi kerak va mana shu key skilllar sizni ATSda matching bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ATS ham application traffic system bu qanaqa ishlaydi? O'sha key skilllardan rezyumedagi key skilllarni topgan holatda kandidatlarni keyingi bosqichga o'tkazadi. Eng katta xatolardan birinchisi mana shu uchinchi aytib o'tganim bu job descriptionni o'qimaslik. Hop, keyingisi mana shu uchtasi, ya'ni CV va rezyumeni farqini bilmaslik, keyin rezyumedagi judayam mukammal bo'lgan dizaynlar, uchinchisi mana shu job description o'qimasdan turgan holatda vakansiyaga topshirish bu failga uchrashga sabab bo'ladi. Shuning uchun mana shu xatoliklarni qilmaslikni tavsiya qilaman. Hop, shu yerda bitta qo'shimcha qilib ketsa bo'ladi. Bo'ladi. Uzr, gapingizni bo'lgani uchun. Mana to'rtinchi xato deb men aytib ketgan bo'ladim. Hamma o'zini nazdida o'zini CVsini ideal deb biladi, o'zi qilgandan keyin. Va bu narsa biroz mana shu xato ham bo'ladi. Mana shu CVim ideal-ku, hamma men kirib keta olaman deydilar. O'sha narsani doimiy tarzda fail bo'lsa ham targ'ib qilaveradi. Yo'q, men CVim yaxshi-ku deb o'ylaydi. Shuning uchun bu yerda mana shu fikrlashni o'zgartirishning eng oddiy yaxshi yo'li, men o'zim qanaqa qilganmanki, mana shu birinchi 3 oy, 4 oyda Stuttgart shahrida o'qigan bo'lsam, Stuttgart shahridagi barcha ish yarmarkadan qarab chiqqanman. Qachon ish yarmarkasi bo'ladi? Bu xuddi ish yarmarkasi kompaniyaga keladi o'z stendlari bilan. Men qilgan ishim shunchaki rezyumeni qog'ozga chiqazib olib, borganman, kompaniyani HRdan oldiga borib so'raganman. To'g'ri, vakansiyasi yo'q bo'lgan. Misol uchun nemis tilini bilishing kerak degan tarafdan yo'q, to'xtab tur, nemis tilini bilmasam, lekin mani rezyumimni bitta ko'rib, qanaqa san qaragan bo'lading, HR nuqtai nazaridan nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi deb san fikr bildir degandan juda ko'p fikr nimaydi takliflar bergan, qayerni to'g'irlashim bo'yicha. Mana shu juda ham xabarni ko'rib o'shalarga nima qilib ovoz chiqib keldi. O'sha yaxshi bo'lgan,
tomonni yaxshimanni o'zim uchun man o'zim to'g'ri deb idealniy deb bilgan rezyumda aslida ko'p xatolar borligini ko'rganman o'sha yaxshi tajriba uchun. Bu ham manimcha foydali deb o'ylayman. Faqatgina rezyumimni ideal deb o'ylamasdan uni boshqa insonlar nazaridan ham qarashni ko'rish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Yana sizni gapingizga qo'shimcha qilib ketaman. Qanaqa kuchli professional bo'lmay, qanaqa bir korxonada aytaylik lead darajasida ishlamay, HRlar tavsiya berishadi har 6 oyda baribir o'zingizni CV'ingizni update qilish. Bu sizni misolingizga qo'shimcha har doim CVni обновить qilib turishimiz kerak. O'sha u ham mana shu xatolarni kamaytirishga yordam beradi. Endi mana shu 3 ta to'p bu haqiqiy ko'p uchrab turadigan xatolardan bittasi. Ya'ni o'sha man maslahat beraman dizayni bo'lmasligi umuman bu уже dizayn bilan maksimal qilib yaratish bu уже old fashion. Hozirgi kunda HR mutaxassislar ham umuman bunaqa narsani tavsiya qilishmaydi va albatta job descriptionni o'qib keyin topshirish. Endi qisqacha bir ma'lumot berib qo'yardim. Intervyu bosqichidan oldin o'zini rezyume qanaqa bosqichlarni bosib o'tadi, qanaqa qilib hiring managergacha boradi, qanaqa qilib hiring manager bilan intervyu protsessiga kandidat boradi. Birinchi mana CVni yaratganimizdan keyin CV birinchi bo'lib ATSga boradi. ATS bu o'sha sistema bo'ladi. U job descriptionga qaraydi va CVdagi matching qiladigan informatsiyani qidiradi. Agar sizni CVingiz job descriptionda berilgan pozitsiyadagi key skilllar bilan matching bo'lsa, bu ikkinchi bosqichga o'tadi. Ya'ni birinchi bosqich bu ATSdan omadli o'tish bosqichi bo'ladi. Ya'ni ATS bilan tushadi CV. Keyingisi esa bu hiring manager tomonidan screening qilinadi. Odatda hiring managerlar masalan meni o'zim ham bitta CV uchun 10 sekund beraman. 10 sekund ichida qarayman, key skilllariga qarayman, ya'ni qanaqa texnologiyalar biladi, qanaqa tajribasi bor, qayerda qancha ishlagan, shu narsasiga 10 sekund ajratadi. Agar u ikkinchi bosqichdan ham omadli o'tgandan keyin уже intervyuga invite, ya'ni taklif berib chaqiriladi. Shuni esimizda turishi kerak har doim. Mana rezyume jo'natdim, ertaga meni intervyuga chaqiradi emas. Rezyume jo'natgandan keyin rezyume ikkita bosqichdan o'tishi kerak. Mana shu ikkita bosqichdan omadli o'tgandan keyingina sizni rezyumengiz, ya'ni sizni o'zingiz intervyuga taklif qilinasiz. Endi men ko'proq hozir bu prezentatsiyani ham asosan Yevropada ish topish, ya'ni chet elda ish topishga moslashtirib qildim. Protsesslar ham, ATS sistemalari ham misol qilib o'sha narsani aytib o'taman. Xo'p, endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin, qanaqa qilib ATSdan omadli o'tish, qanaqa qilib to'g'ri mos keladigan CVni yaratishim mumkin deb. Hop, birinchi bo'lib men maslahatlar beraman, shu rezyume, CVlarni yaxshilash uchun maslahatlar. Misol tariqasida meni o'zim bir bu ya'ni nima desam ekan, yo'q inson, men o'zim o'ylab topgan inson, ya'ni Cody Fredrickson deb olamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, har doim birinchi rezyume yaratayotganda uni formatlari bor. Mana shu formatlariga to'liq rioya qilish kerak bo'ladi. Bu nima degani? Bu Word faylida yaratganman. Bu rezyumeni hech qanaqa masalan Canva yoki boshqa bir qo'shimcha applicationlar emas, oddiy Word sistemasida, ya'ni Wordda o'zim yozib yaratib chiqargan CV. Har doim rezyume formati, ya'ni chegaralari 07 bo'lishi kerak. Wordda birinchi bo'lib chegaralarni to'g'rilab olamiz nastroykasida va maslahat beraman, rezyumeni to'ldirayotganda Times New Roman yoki Arial formatida ishlatish. Bu rezyumeni ko'proq jiddiy qilib ko'rsatadi, ya'ni formalniy ko'rinish beradi. Va mana shu ism, ya'ni ism familiyani har doim katta bo'lishi kerak, ya'ni 16, 18 kattalikda tanlash kerak, chunki ajralib turishi kerak. Keyin o'zi ism bo'limlarni 12, 14 va content qismini o'sha 10, 12 qilib o'zingizga qaysi bir vizualni ko'zingizga yoqayotgan bo'lsa tanlab to'ldirib chiqiladi. Ya'ni rezyumeni formati ham katta rol o'ynaydi. Rezyumeni formati to'liq bo'lishi kerak bo'ladi.
Keyin rezyume to'ldirayotganda albatta to'liq ism familiya bo'lishi kerak. Misol uchun Koji bu inson ismi, Freddi Krisson yoki Nargiza Alinazarova bo'lishi kerak. To'liq sizni ism familiyangiz bo'lishi shart. Hech qanaqa nickname yoki bir boshqa narsa emas, to'liq ism familiya bo'ladi. Keyin shahar, Yevropada shahar albatta ko'rsatib o'tilishi kerak. Misol uchun Toshkentdan topshirayotgan bo'lsangiz, Toshkent O'zbekiston yoki Ittiga Shvetsiyada bo'lsa, Stokgolm Shvetsiya. Albatta shahari, qaysi shahardan topshirayotganingizni ko'rsatib o'tishingiz kerak va sizga aloqaga chiqishligi uchun emailni ham men maslahat beraman. Chiroyli, formalniy, professional email bo'lishi kerak. Misol uchun n.nazar yoki Nargiza .nazar yoki Koji Fredrickson ismi, familiyasi bor email bo'lishi kerak. Hech qanaqa ko'p ko'raman nickname Smile 0707 yoki bir narsa Flower 2121 emas, jiddiy ko'rinishdagi professional email. Bu ham bir e'tiborni tortadigan jihat. Keyin sizni telefon nomeringiz va albatta LinkedIn profil bo'lishi kerak. Shu LinkedIn profilni albatta ko'rsatib o'tish kerak, chunki bu hozir O'zbekistonda ham HRchida LinkedIn qarab kuzatishadi. Yevropada ham, Amerikada ham albatta LinkedIn profilga kirib ko'rib chiqishadi kandidatlarni. Hop, keyingisi albatta rezyumeni boshlash, ya'ni professional summary bo'lishi kerak. Bu nima degani? Bu qisqacha o'zingiz haqingizda bir ma'lumot bo'ladi. Bu odatda 2 yoki 3 ta gapdan iborat bo'ladi. Unaqa ko'p emas, 10-20 emas, bor yo'g'i 2 ta 3 ta. Bu o'sha men o'zim o'ylab topgan personaj bo'lganligi uchun, bu personaj deylik universitet tamomlagan, 6 oygina tajribasi bor, hozirgi kunda ish qidiryapti. U insonni professional summarysi qanaqa bo'ladi? Misol uchun men mana yozib o'tdim. Yo'q, yaxshi ko'ryapti. Ko'ryapti? Bo'ldi, endi ko'ryapti. Mana ikkinchi slide o'tib ketdi. Qanaqa boshlanadi? Misol uchun mana motivated and detailed oriented junior project manager. Ya'ni siz albatta ko'rsatib o'tishingiz kerak, siz mana junior project managerligingiz va siz qanaqa soft skilllaringiz borligi. Qisqacha yozganman, mana motivated and detail oriented junior project manager with a strong foundation in project coordination, stakeholder communication and task tracking. Va albatta keyingisi aytganman, recently graduated with a degree project management from the University of Ohio. Misol uchun keyin aytasiz, eager to contribute to dynamic terms for applying agile principles, organizational skills and proactive mindset to deliver successful project outcomes. Bu uchta so'z orqali, ya'ni siz hozirgi mana tajribangiz haqida ma'lumot bermasiz, qaysi universitet tamomlaganingiz va qanaqa texnologiyalarni bilishingiz, nimalar qanaqa qilib foyda bera olishingiz haqida qisqacha bitta gapda professional summary bergansiz. Misol uchun agar 5 yillik, 6 yillik tajribaga ega bo'lgan insonlar qanaqa boshlaydi? Masalan, motivated and detail oriented boshlamaydi. Professional, highly qualified project manager deb boshlab ketishadi. O'shaning uchun men albatta tavsiya beraman, o'zingiz haqingizda qisqacha professional summarydan boshlash. U 2 yoki 3 ta gapdan iborat bo'lishi kerak, ko'p emas. So'ngra skills bo'limini boshlashi. Odatda biznes, buxgalteriya, HR sohasidagi insonlar rezyumesini topshirayotganda mana shu skill qismi pastda bo'lsa bo'ladi, misol uchun educationdan keyin. Lekin tech, IT, project managerlar uchun tavsiya qilinadi. Men o'zim ham tavsiya qilaman, skillslarni professional summarydan keyin yozib o'tishinglarni, chunki hiring manager nima qiladi? Ismi, familiya, summarysini o'qiydi va qanaqa skilllari bilishini birinchi bo'lib tekshiradi. Mana shu skill qismida o'z kompaniyani ishlatadigan texnologiyalariga, strukturalariga mos keladigan ma'lumot bo'lsa, keyingina уже tajribaga, keyin boshqa narsalarga o'tib ketadi. Shuning uchun men albatta sizlarga ham tavsiya qilaman, project manager, misol uchun project manager yo'nalishida ish topshiryapsizlarmi yoki backendmi, frontendmi, farqi yo'q. Skill qismini albatta professional summarydan keyin albatta yozib o'tinglar. Mana
albatta ko'rsatib o'tish kerak. Bullet pointlar orqali yuqorida ko'rsatib o'tilgan, misol uchun project to qanaqa proyekt uchun qanaqa texnologiyalar ishlatadi. Trello, Jira, Microsoft Project, Excel qanaqa metodologiya ishlatish haqida ham ma'lumot berib ketgan. Kommunikatsiya qanaqa qiladi, qanaqa turdagi отчетlar tayyorlaydi va albatta soft skilllar haqida ham ma'lumot berib ketadi. Keyin yana bitta lifehack, agar job vakansiyada til ko'rsatkichi, ya'ni til darajasini ham so'rashgan bo'lsa, albatta skillsda yozib ketsanglar bo'ladi. Misol uchun English skills level of advanced, Germaniyada bo'lsa nemetskiy haqida yoki Shvetsiyada bo'lsa mana shvetskiy haqida ma'lumotni qo'shib ketish kerak, agar job descriptionda til darajasini so'ragan bo'lsa. Chunki til darajasini so'radi degani ATSda tekshirayotganda ATS shu narsaga ham ahamiyat beradi degani. Shuning uchun soft skillsdan keyin agar job descriptionda til haqida so'ragan bo'lsa, albatta yozib o'tishni tavsiya qilaman. Keyin mana skilldan keyin job experience qilib turib ishlayotgan proyektlarga chronological bo'lishi kerak. Ya'ni hozirgi ishlayotgan joyingizdan keyin pastga qarab ketasiz. Birinchi ishlagan joyingiz emasda, misol uchun bu bola kodchi qayerda ishlaydi? Project manager intern bo'lib, ABC Tech Solution'da ishlagan. Hozir yaqin orada ishlagan uchun birinchi unaqa ketadi. Misol uchun 2 yil oldin u boshqa finans qismida ishlagan bo'lsa, 2 yil oldingisini keyin yozib keladi. Aytmoqchimanki, chronological bo'lishi kerak. Hozirgisi vaqt bilan bo'lib ketadi. Ya'ni naborot emas. Birinchi eskidan emasda, keyin yangisiga emas, yangisi keyin pastga qarab ketishni tavsiya qilaman. Ko'plar mana shu narsada ham xato qilib qo'yadi. Ya'ni eskidan boshlab pastga tushib ketishadi. Unaqa emas. Yangi keyin pastga qarab chronological bo'lishi kerak bo'ladi. Va albatta keyingi qismi bu education qismi, ya'ni qaysi universitetda o'qiganingiz yoki o'qib yaqinda tugatadigan bo'lsangiz, yozganingizdan keyin mana shu tugatadigan yilingizni yozib ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, shu yerda yana bitta savol bor edi. Aynan mana shu yerda odatda eshitamiz, HRlar bitta CVni ko'rish uchun 3 sekund, 4-5 sekundgacha vaqt sarflashadi. Shuncha ko'ziga ko'rtirgan holda. Mana shu 3-4-5 sekundda ular nimani orqali filtrlashni o'tkazadi? Bu rezon olib qolmaydi. U qaysi seksiya asosida ular shuni 5-6 sekund ichida shu qaror kelishadi? Aytib o'tganda professional summaries man o'zimdan kelib chiqib aytaman. Man o'sha professional summaries srazuga skillga qarab o'taman. Ya'ni qanaqa texnologiyalar bilimlarga ega. Keyin bu skill texnologiyalar bizga to'g'ri kelsa, keyin уже ishlayotgan proyektida nima qilgan haqida ma'lumotlarni o'qib chiqaman. O'shaning uchun men o'zim ham tavsiya qilaman, albatta summaryni chiroyli yozish va skilllarga e'tibor berish. Yana shuni qo'shimcha qilib aytishni xohlardim. Mana shu skillslarni yozayotganda albatta keyingi anaqaga o'tib ketdim. Job experience'da ham aytibman, chronological bo'lishi kerak, ya'ni pastdan tepaga qaragan holatda va albatta bullet pointlar bilan ajratib qo'ydi. Siz so'radingiz, shu 3-4 daqiqada biz bullet pointlarga ham qaraymiz. Mana skilllarni bilgandan keyin srazu bullet pointlarga qariladi. Agar bullet point bo'lmasa, kerakli bo'lgan ma'lumotni qochirib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun bullet pointlar bilan 3-4 ta qilib aniq ko'rsatilmasa, bu kandidat haqida, ya'ni o'sha qanaqadir qo'shimcha ma'lumotga ega bo'layotganimiz haqida bizga ma'lumot beradi va albatta vazifalarni yozayotganda fe'lli action verbs deb bo'lishi kerak. Ya'ni mana nima demoqchiman? Supported project manager in coordinating timelines, ya'ni supported action verbs va keyingisi ham maintenance task bo'lishi kerak. Ya'ni fe'l qanaqa boshlangan bo'lsa, boshida qolganlari ham shunaqa davom ettirib ketish kerak. Maintenance task, participated in agent. Agar to bilan boshlansa, qolganlari ham to bilan bo'lib ketish kerak. ing bilan boshlansa, qolganlari ham ing bilan bo'lib ketish kerak. O'shaning uchun action verb, ya'ni supported project manager, maintenance task word mana shunaqa qilib boshlanishini tavsiya qilib beraman. Ya'ni aytmoqchiman, qanaqa siz boshladingiz, ya'ni
ID bilan boshlagan bo'lsangiz, mana supported, maintenance, qolganlari ham shunaqa ko'rinishdagi bo'lishi kerak. Agar to bilan boshlangan bo'lsa, to support, qolganlari ham to maintain task yo to participate, to assist deb bo'lishi kerak. Agar ing ingliz tilida supporting bo'lsa, qolganlari maintaining bo'lib davom etib ketadi. O'sha narsaga ham ahamiyat berishni tavsiya qilaman. Bu narsani menda o'sha bitta o'sha ish joyimda xodimlar bilan karyer coaching ham qilardik. O'shanda menga trening bo'lganda aytishgan, shu narsaga ham ahamiyat ber, xodimlarga yetib ber, ya'ni support, ya'ni fe'llar qanaqa boshlanyapti, nima bo'lyapti, ahamiyat berish kerak. ed bilan bo'lsa ed, ing bilan bo'lsa ing, to bilan boshlansa to bilan davom ettirib ketish kerak deb o'rgatishgandi. Va albatta mana educationni yozib o'tish kerak, ya'ni qaysi universitet, qanaqa fakultetda o'qiganingiz. Agar qanaqadir treninglarda ishtirok etgan bo'lsangiz, qo'shimcha misol uchun project managerlik bo'yicha mana shiroq onlayn kurslar bo'yicha treninglarda ishtirok etilgan bo'lsa, u narsani ham albatta aytib ketish kerak. Trening, qanaqa trening o'tilgani haqida. Agar kandidat qanaqadir trening sertifikatlariga ega bo'lsa, educationdan keyin albatta uni ko'rsatib o'tish kerak. U ham katta plus hisoblanadi, rol o'ynaydi. Xo'p, Shu yana bitta mana shu qo'shimcha bor. Balkim to'g'rimi yo'qmi siz fikr bildirsiz. Hozir mana aynan experience qismida to yoki endi bilan boshlaganda aynan ko'pchilik bu yerda yozishda result based yozishmaydi. Ya'ni result based yozishmaydi deganda qilgan ishni rezultatini ko'rsatishmaydi deb o'ylayman. Ko'pchilik ko'rganim. Ya'ni result based bo'lsa, qanday result bilan yozilgan yaxshi, qilgan ishini ko'rsatib berish uchun bu birinchisi. Ikkinchisi esa mana shu misol bitta gap yozilsa, gapni strukturasida endi menga tavsiya qilishgan shu. Endi buni sizga HR sifatida fikringizni bilmoqchiman. Gapni boshlayotgan aytishadiki, birinchi what you achieved deydi, ya'ni erishilgan rezultating va uni qanday erishganingni yozib berish kerak bitta ishda. Ya'ni misol uchun men proyekt orqali 30% xarajatni kamaytirdim, mana qilgan ishlarim orqali bitta ishlar mana ikkita ish buni kamaytirganman deb yozgin deydi. Ya'ni what birinchisi erishilgan rezultat, ya'ni increased bo'lishi mumkin yoki achieved bo'lishi mumkin yoki delivered bo'lishi mumkin misol uchunda, va by how bo'lishi, qanday qilib qilganini deb aytishadi. Bu o'zi to'g'ri yondashuvmi yoki bu yerda boshqacha yondashuv aslida to'g'ri bo'ladi? Bu to'g'ri yo'nalishuv. Agar siz mana bu tajribali insonni CVsida siz aytganingiz what achieve albatta ko'rsatib o'tish kerak. Misol uchun siz qanaqadir proyektda menejerlik bo'ldingiz va sizni proyektingiz qanaqadir 3% ga 4% ga yaxshi ko'rsatkich olib keldi. Shu narsani albatta yozishingiz kerak. Endi bu rejimada asosan junior endi boshlanayotgan project manager bo'lganligi uchun unaqa ko'rsatib o'tmaganman. Lekin sizni tavsiyangiz juda ham o'rinli. Albatta shu narsani yozib o'tish kerak. Bu mana CV'lardagi men tomonidan berilgan eng yaxshi, qanaqa qilib yaxshilash mumkin bo'lgan maslahat. Men o'ylayman, agar mana shu maslahatlarga rioya qilgan holatda rezyume yoki CVni to'ldirsanglar, bu yordam beradi ATSdan omadli o'tishga. Yana ikkinchi narsa bor, CVdan tashqari buni aytib o'tishim kerak. Men o'zim ham birinchi bo'lib bu yoqqa kelganimda shuni bilganman, ya'ni cover letterni o'rnini, ya'ni cover letter qanaqa darajada o'ringa egaligi, uni muhimligi. Chunki men o'zim HR bo'lib ishlaganimda uncha ahamiyat bermaganman O'zbekistonda, chunki bu narsa so'ramasdik. Lekin Yevropada, Amerikada, Kanadada, Koreyada albatta cover letter bo'lishi kerak. Ya'ni o'z cover letter murojaat xatida, ya'ni kandidatni murojaat xati bo'ladi hiring manager. Misol uchun menga aytaylik, boyagi mana bola Kedi FedEx'ni rezyumesi tayyor. Endi men ishlayotgan korxonaga ish topshirmoqchi va u cover letter yuboryapti. Qanaqa o'z cover letter strukturasi qanaqa bo'ladi? O'z cover letter haqida gaplashamiz, chunki bu ham juda ham muhim narsa hisoblanadi. Cover letter aytib o'tganimdek, bu murojaat xati bo'ladi, ya'ni ish beruvchiga yo'naltirilgan xat. Unda ko'proq soft skilllarga e'tibor beramiz. Masalan, rezyumeda ko'proq hard skilllarga e'tibor berilgan bo'ladi. Endi qanaqa texnologiyalar, qanaqa proyektlar, qancha
ko'rsatishli bo'lgan, ko'proq hard skillga urg'u berilgan bo'lsa, cover letterda ko'proq soft skillga e'tibor bergan holatda yaratilgan. Hop, cover letter 7 qismni o'z ichiga oladi. Bu qanaqa? Birinchisi bu mana shu qismi, bu yerda asosan birinchi qismi ism, familiya, email, kontakt nomerlar uchun ajratilgan joy bo'ladi. Masalan, boyagi kandidatimiz Cody Fredrickson xuddi shunaqa qaysi shaharda yashayotgani, emaili, nomeri va qaysi kuni yozgan. Agar bu narsani yozmasa ham bo'ladi, yozsa ham bo'ladi, bu ixtiyoriy. Albatta sizni ma'lumotingiz sizga hiring manager kontaktga chiqishi uchun bu bir tipsi ko'rsatib o'tilishi kerak bo'ladi. Ikkinchisi salomlashuv bo'ladi. Qanaqa? Dear hiring manager yoki agar ismini bilsanglar, misol uchun Dear Nargiza yoki Dear hiring managerdan boshlanadi. Keyin boshida siz aniq aytib o'tishingiz kerak, siz kimsiz va qaysi pozitsiyaga, nima uchun qiziqayotganingiz haqida ma'lumot berishingiz kerak. Bu qanaqa? Mana boshlangan. I'm writing to express my interest in the junior project manager position at Spotify. As a recent graduate in project management from the University of Cleveland, Ohio, I bring aytayotganki, man kimman? Qanaqa boshlanadi? Man mana shu Spotifydagi pozitsiyaga qiziqyapman. Men yaqin universitetni tamomladim. Mani bilimlarim bor. Texnologiyalar haqida, metodologiyalar haqida bilimlarim bor va men albatta internship qilganman. Mana shu korxonada. Qisqacha o'zingiz haqingizda aytganingizdan so'ng keyingi qismi boshlanadi. Bu ish tajribangiz va bilimlaringiz, ya'ni siz qanaqa bilimlarga egasiz mana. I am passionate about delivering results. Ya'ni sizni soft skilllaringiz ko'p. Ya'ni siz qanaqa bilimlarga egasiz va qanaqa hard skilllarni bilishingiz va qanaqa qilib siz rezultatga erishishingiz haqida qisqacha yozib o'tasiz bu qismida. Ya'ni bu o'sha qadriyat, ish tajribangiz va bilimlaringizdan keyingi bo'lgan qadriyatlar va maqsadlar haqida bo'limi. Keyingi eng muhim narsa bu 6-qism hisoblanadi. Bu call to action deb nomlanadi. Bunda siz aytasiz, qarang, rahmat kattakon, menga applicationim ko'p chiqayotganingiz uchun va men tayyorman. Agar sizda qanaqadir savollar bo'lsa, menga kontaktga chiqishingizga va men javob berishga tayyorman. Yani mana shu narsa call to action. Ya'ni men kutyapman, qiziq bo'lsa chiqqin menga deb ko'rsatib o'tiladi va so'ngra ism, familiya va imzo beriladi. Mana shunaqa cover letter strukturasi bu juda ham muhim rol o'ynaydi va mana shu cover letter siz ish topshirayotganingizni, ya'ni CV bilan birgalashib, hiring managerga email orqali, LinkedIn orqali yuborsangiz, bu yanada siz haqingizda bir pozitivniy xulosaga kelishga yordam beradi. Va cover letter o'rni judayam Yevropada ham aytib o'tganimdek boshqa davlatlarda ham judayam katta rol o'ynaydi. Shuning uchun mana shu strukturada, ya'ni 7 qismlarga bo'lgan holatda, ya'ni boshlanish qismi, ozgina qanaqa tajribalaringiz bor, qanaqa rezultatga bera olishingiz, call to action qismini yozgan holatda cover letter tayyorlab qo'ysangiz, bu sizga katta plus bo'ladi. Hop. Bitta qo'shimcha qilib ketsam, maylimi? Bo'ladi. Bizga ko'p tavsiya qilishadi. Odatda o'sha topshirmoqchi bo'lgan target kompaniyalar bo'lsa, target kompaniya shu topshirmoqchi bo'lgan bo'lim xodimlariga aloqaga chiqqan holda ular bilan bir gaplashgandan keyin o'sha suhbat yakunida so'rash kerak, agar sizda ham nomingizni cover letter ko'rib ketsa bilamiz, sizga mani tavsiya qila olishingiz mumkin deb so'rashadi. Shuning uchun agar shunaqa inson bo'lsa o'sha kompaniyada sizni tavsiya qila olaman, meni cover letterga qo'shib ketishing mumkin desa, o'sha ismni cover letterni aynan misol uchun o'sha birinchi qismi, introduction qismiga qo'shib ketilsa yaxshi hisoblanadi. Ya'ni уже bu inson bizni kompaniya ichidagi qaysi xodim tomonidan tavsiya qilingan xodim ekan deydi. Ya'ni bu ham o'sha imkoniyat, probability deydi-ku, HR qiziqishini va HRni ko'proq bo'ldi, buni qabul qilishimiz mumkin degan narsani oshadi. Bu ham bir life hack desa bo'ladi. Cover letterga qo'shib ketishi mumkin bo'lgan narsalar sifatida. Cover letterga yoki bu narsani rezyumega ham qo'shib ketsa bo'ladi. Chunki
Yevropada misol uchun siz boshqa ishga o'tayotganingizda albatta recommendation, reference so'rashadi. O'shanda qo'shib o'tsangiz u ham bitta katta plyus bo'ladi. Cover letterga yoki o'sha rezyumega setganingizda life hack. Hop, bu cover letter haqida edi. Endi agar shutgacha qanaqadir savollaringlar bo'lsa, berishinglar mumkin. Agar yoki keyinroq beraman desanglar, bitta narsa qilgandim. U qanaqa qilgansiz hozir biz so'ralgan savollar bor, chatda so'rashgan ekan savollar, ularga savollarga javob berib o'tganmizmi yoki okey. Bizda birinchi savolimiz bor ekan. Assalomu alaykum. Juda qiziq va aktual mavzu ko'tarilgan. Shu mavzuni ish beruvchi tomonidan ham ochib berilsa degan ekanlar. Keyin siz oxirgi vaqtda ko'p uchraydigan holat CV juda zo'r bo'lib, shu mutaxassis ishga olsak, men ham ko'p narsa o'rgansa kerak deb o'ylaysiz, ammo suhbat vaqtida elementar savollarga ham javob bera olmasa, hafsalangiz pir bo'ladi. Shunday holatlarni kamaytirish uchun maqsadni oldindan aniqlash bo'yicha tavsiyalar. Ya'ni ish beruvchi tomonidan qanday qilish kerak degandi bilmadim, lekin ikkinchisini birinchi aytib o'tganda, agar ish mavzusi ish beruvchi tomonidan qanaqa ochib berilsa bo'ladi. Ish beruvchi tomonidan misol uchun bu qanaqa intervyu protsessimi ekan? Agar tushuncham bo'yicha bo'lsa, mana shu pozitsiyaga topshirishdan oldin job description'ni o'qish. Menimcha bular aytmoqchilarki, xodimlarga bo'lsa kerak. Iloji bor mana shu savollar detalliroq qilib yozib bersak, chunki bu hozir ikki xil tushuncha bo'lyapti. Bu birinchisi man kandidatlarga qanaqa qilib ochib berishimni yoki kandidatlar nimaga fokus qilish kerakmi? O'sha narsada tushunmadim. To'g'risini aytaman. Bo'lmasa hozir ular baribir javob yozsa, o'sha ikkinchi savolga javob bersangiz yaxshi bo'ladi deyman. O'sha ko'p uchraydigan holat CVda juda zo'r bo'lib shu mutaxassis ishga olsa, men ham ko'p narsa o'rgansa kerak deb o'ylaysiz, ammo suhbat vaqtida elementar savollarga ham javob bera olmaysiz, hafsalangiz pir bo'ladi. Shunday holatda kamaytirish uchun nima qilish kerak? CVda zo'r, lekin praktikada esa suhbatda aslida CVda narsalar yo'q. Qanday filtrlash mumkin? Bu narsa ko'p kuzatiladi. Shuning uchun bu qanaqa filtr qilish mumkin? Buni intervyu protsessida filtr qilinadi. Ya'ni intervyu nima uchun beriladi? Shu rezyumedagi ma'lumot to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? O'sha narsa uchun o'zi intervyu qilinadi. Agar yo'q, intervyugacha bu narsani kamaytirib bilmoqchiman desangiz, unda recommendation letter yoki reference so'rash, ya'ni siz o'sha xodim bilan topshirayotgan xodim bilan ishlagan inson yoki qanaqa proyektlarda ishlagan boshliqlarimi, ularni kontaktlarini olib, kontaktga chiqib ma'lumot yig'ish orqali kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin o'zi intervyuni maqsadi ham o'sha protsesslardan o'tgandan keyin saralab olishda skrining qilish. Zo'r. Birinchi savol bo'yicha ular aytib o'tdilarki, ikkala holat uchun ham deb so'radilar. Ya'ni ish beruvchi tomonidan bo'lsa, unda detalliroq qilib vakansiya, bo'sh ish o'rni haqida ma'lumot berish. Har kim topshirayotgan kandidat tushunmayotgan bo'lishi mumkin va aniq ko'rsatib o'tish, ya'ni junior kerakmi, middle kerakmi, shu narsaga ahamiyat berish kerak va keyin yana bitta narsa, mana shu kandidat ishlagan proyektlar, ya'ni muddatda, misol uchun ko'p odamlar 3 oydan ishlaydi. Bu degani nimadir, qanaqadir noto'g'riroq narsa ketyapti degan xulosa beradi, misol uchun. Shuning uchun qanaqa proyektda qancha muddatda ishlaganiga ham ahamiyat bersa, menimcha xatolarni oldini olishga yordam bersa kerak. Yordam beradi. Keyingi savollar ham menimcha birinchi savolni biroz mayda to'ldirib ketgan savolga o'xshayapti. Ishga qo'yilgan talablardagi narsalarni suhbatda so'raganda kandidat tayyor bo'lmaslik holatlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar. Bu odatda ko'pchilikni vaqtini shunchaki yo'qotishga olib keladi. Filtrlash jarayonini tashkillashtirish bo'yicha tavsiyalar. Suhbat jarayonida.
o'sha mani shaxsan o'zimdan kelib chiqqan holatda ishlagan proyektlarni vaqti, ya'ni ma'lum bir proyektda qancha muddatda ishlagan, 3 oymi, 2 oymi, 1 yilmi, 1,5 yilmi, shu narsaga ahamiyat bergan holat. Keyingisi hunting qilish. Ya'ni qanaqa o'zingiz masalan tajribali mutaxassis bilgan bo'lsangiz, HR mutaxassis sifatida o'sha mutaxassisga kontaktga chiqib, u inson bilan gaplashib ko'rib, o'zingiz o'sha xodimni kompaniyaga tortib olish deb men bilaman, to'g'risi. O'zi bu narsa chet elda qanaqa qo'yilganiga aytib ketaman. Ha? Aynan rezyume yubordingiz, rezyume yuborganingizdan keyin ham aynan intervyuga orada bitta filtr bor. Bu ko'pchilikda assessment testlar chiqqan hozir. Katta xalqaro kompaniyalarda bu assessment testi, bu insonni nafaqat rezyumesidagi ma'lumotlar, rezyumesidan tashqari o'sha assessment asosida test topshirasiz. Bu yerda IQ test ham bo'lishi mumkin. Qisman bu sizni soft coding bilan baholangan testlar bo'lishi mumkin. Men Amazonnikini ham topshirganman. Bu yerda case study bo'lgan, o'zini platformasida topshirgan. Ya'ni hozir savollarga javob, ya'ni suhbatdan oldingi assessmentda xalqaro kompaniyalarda caselarda bu assessmentlar bor, onlayn platforma orqali olinadi. Endi sizda bu O'zbekiston sharoit oddiy qilish mumkin, bu job vakansiyaga bog'liq bo'lishi mumkin. Qisqagina onlayn case study yuborish mumkindir, bilmadim. Qisqacha test berish mumkindir. Balkim o'sha test natijasi yoki case studyni bajargani qarab, keyin intervyuga qabul qilmasligi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu o'sha filtratsiya qo'yish uchun o'rtaga. Ya'ni chet el kompaniyasi caselar bo'yicha. Lekin bu narsa ko'proq effekt kamroqda. Biz universitetdan o'tganmiz. Bu narsa ko'proq effekt bermaydi va rezultat bermaydi va ko'pgina kandidatlar bundan o'tmaydi. Ayniqsa middle, senior darajasidagi insonlar. Endi ularga qanaqa inson kerakligiga qarab, agar junior, intern bo'lsa qilishadi. Agar middle, seniorlar uchun bu narsa qilishmaydi. Shaxsan men o'zim ham seniorlarni qidirib ishlayotganda, men o'zim qidirib harakat qilganman hunt qilishga. Va hunt qilganman. Menimcha. Keyingi savolimiz international grantlar uchun CV tayyorlash haqida aytib o'ting degan ekanlar. Bu hozir biz aytib o'tgan narsamiz, bu international grantlar yoki universitetlarga, magistraturga topshirganda apply qilsa bo'ladi. Mana shu siz aytib o'tgan narsalar yoki bu yerda biroz o'zgarish mumkin bo'lgan elementlar bormi? Bunda biroz o'zgaradigan elementlar bor. Bizni fokusni hozir ko'proq rezyumega qaratdik. O'sha boshida aytib o'tdim, CV bilan rezyumeni farqi. Rezyumeda ko'proq professional hard skilllarga e'tibor beriladi va men ko'rsatgan misolim ko'proq rezyume uchun. Grantlar uchun bu uchun CV qilinadi va ko'proq urg'u mana hozir. Misol orqaga yuring. Mana bu hozir CVda ko'proq professional summary'dan keyin skills, project, ya'ni job experience ketyapti. CVda qanaqa bo'ladi? CVda mana shu professional summary'dan keyin albatta education chiqadi ikkinchi bo'lib. Skill bilan job experience pastga tushib ketadi. Mana bu pastdagi education bor-ku, CVda tepaga chiqadi. Education qilib turib, ya'ni qanaqa siz universitetda, qaysi fakultetda o'qiganingiz, keyin qanaqa maqolalar chiqarganingiz, qanaqa turdagi research assistantlik ishlar qilganingiz haqida ko'proq ma'lumot beriladi. Ya'ni akademiya uchun CV sal boshqacharoq bo'ladi. Strukturasi ham sal boshqacharoq bo'ladi. Bu ko'proq bizni ish rezyume, chetda ish topishga yordam beradigan rezyume haqida ko'proq ATSga fokus qilgan holatda o'tdik. CVda sal mana shu education qismi tepaga chiqib, ko'proq education, resurslar haqida ma'lumot beriladi. Keyin mana bu job experience yoziladi. Aytmoqchi bo'lganim, mana bu qismi anaqa ko'ryapti, mishkada ko'rsatgan joy. Ko'ryapman. Mana shu education qismi tepaga chiqadi. Skills pastga tushib ketadi. Education qismi tepaga chiqib, skills o'rniga ko'proq akademiyada qilingan ishlar haqida ma'lumot beriladi. Keyin mana education, traininglar, keyin job experience keladi. Keyingi savolimiz Sevinch G'azakovdan ekanlar. Recommendationlar alohida bo'lmaydimi deb so'ragan ekanlar.
bo'ladi. O'zi recommendation letter alohida bo'linadigan fayl, ya'ni cover letterga o'xshagan recommendation letter agar sizni boshlig'ingiz, professoringiz yozib bermoqchi bo'lsalar, u zo'r. Ular yozma yozib berishlari mumkin yoki o'zlarini kontaktlarini ham beradilar. Bu email, nomer telefon. Mana shu cover letterga yozib ketsangiz bo'ladi. If you interested, ularni emaillari, telefon nomerlari yoki xuddi shu narsani CVga ham yozib ketsangiz bo'ladi. Bir xilla recommendation letter o'rniga mani kontaktimni ber, menga chiqishda yozib beraman deyishadi. Bir xilla recommendation letter yozib berishadi. Endi sizga qanaqasi sizda mavjudligiga qarab. Keyingi savolimiz sevinchli ekan. Umumiy CV qanday qilinadi? Misol uchun biz 3-kursda stajirovka uchun 5-6 ta kompaniyaga CV topshirmoqchiman. Unga ham siz tushuntirgan CV o'rinli bo'ladimi? Oldin hech qanday ishlamagan odam experience qismida nima yozadi? Bu eng asosiy talabalardagi. Ha, agar sizda aytaylik, sizda ish tajribasi bo'lmasa, misol uchun education yozib ketsangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir nima desam ekan, kurslar haqida o'qigan bo'lsangiz, o'sha narsalar haqida yozib ketsangiz bo'ladi. Misol uchun professional summary, education qilib turib, siz qanaqa fakultetda ishlaganingiz, qanaqa predmetlar bo'lgani, qaysi kursda aytaylik assignmentlar, ilmiy ishlarda qatnashgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir treninglar bo'ladi universitetda. Mana shu haqida ma'lumot yozib ketsanglar bo'ladi. Mana shu struktura aytmoqchi bo'lganim, stajirovka uchun ham to'g'ri keladi. Ya'ni professional summary, o'zingiz haqingizda qanaqa fakultetda ishlayotganingiz, keyin universitet, ya'ni qaysi universitet, qanaqa fakultet, qanaqa predmetlar o'qiysiz, shu haqida to'liqroq yozib topshirsangiz bo'ladi. Manimcha bitta tavsiya qilib ketgan bo'lar, shu job experience qismida agar sizda rostdan ish tajribasi bo'lmasa, universitetda qanaqadir ilmiy loyiha bo'lishi mumkin yoki universitet talabalari bilan qanaqadir bir oy, 2 oy proyektlar qilgan bo'lsangiz ham, volonterlik proyekt bo'lsin, o'sha proyektni nima ekanligi, o'sha proyektda siz qanaqa rolda bo'lganingiz haqida ozgina aytib bersangiz ham, bu agar qanaqadir experience o'rniga alternativ sifatida o'tishi mumkin. Hop, keyingi savolimiz Gulbahor Inoyatovdan ekanlar. Assalomu alaykum. Asosan chet elga ishga yoki stajirovkaga O'zbekistondan turib topshirish jarayonida, ya'ni shu topshirayotgan davlatda yashamayotgan bo'lsa, bu skrining jarayonida katta ahamiyatlimi? Bu filtr qo'yiladimi avval CVni ko'rib chiqish jarayonida? Qo'yiladi. Ya'ni qanaqa ma'noda siz hozir Yevropa tomonidan aytadigan bo'lsak, ularda o'zi AI qo'yilgan, ATAS sistema bo'ladi. U yerda hamma narsa yozib o'tilgan bo'ladi. Siz o'sha CVni yuborayotganingiz, o'zingizni ma'lumotlaringizni to'ldirayotganda sizdan so'raydi. Senga viza qilib berish kerakmi yoki senda viza bormi? O'sha optionni tanlaysizda, o'sha optionni tanlaganingizga qarab turib, sizni keyingi bosqichga o'tmasligingiz ma'lum bo'ladi. O'zbekistondan turib chetga topshirishda aytganlaridek rol o'ynaydi. Agar siz o'qib turib mana stajirovkaga ishga topshirsangiz, siz ish topish shansingiz ko'proq bo'ladi. Chunki ko'p korxonalar relocation qilishga tayyor emas, ya'ni undan ko'ra Yevropani o'zidan topamiz deydi, boshqa davlatdan xodim olib kelgungacha. Chunki protsess uzoq bo'lib ketadi. Bir narsa qo'shimcha qilib ketarim. Biz kompaniyamiz HR'imizni so'raganimizda aytib o'tgan edilarki, odatda xodimni biz skrining qilayotganimizda ikkita narsaga qaraymiz. Bu birinchi o'rinda xodimning texnik ko'nikmalari bu vakansiyasiga mos tushishi va ikkinchisi cultural fit deydi. Cultural fit degani umumiy kompaniya qadriyatiga tushish. Agar siz O'zbekistonda turib, deylik misol uchun Polshaga yoki Litvaga yoki nima qanaqadir UKga topshirmoqchisiz, lekin aslida UK bilan sizni o'rtangizda bog'laydigan hech narsa bo'lmasa, u davlatni qanaqa ozroq yashamagan bo'lsangiz yoki u davlat qanaqadir muqim bir qanaqa faoliyat bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, u HR o'ylaydi, bu inson bu yoqqa ishga kelgan taqdirda bu ish qilib berish mumkin, lekin odamlar bilan qanaqa ishlaydi, jamoa bilan qanaqa ishlaydi, bu davlat kulturaga, kompaniya o'ziga qanaqa moslashib ketadi degan savol eng katta savol tug'iladi. Shuning uchun culture fitda bu birinchi o'rinda minus bo'ladi. O'sha sen moment qancha ekspertiza tomonida zo'r bo'lsa, culture fitga tushmasa, bu kandidat biz uchun kerak deyishmaydi deb o'ylayman. Biz aytgan dedi HR'imiz. Va ortiqcha rasxod bo'ladi-da korxona uchun. Keyingisi Behrouz aka degan ekan. Assalomu alaykum. Suhbat davomida siz IT HR bo'lib ishlaganman deb aytdingiz. Endi tasavvur qiling, rezyumesi ideal bo'lgan bir IT injiner bor. Siz uni suhbatga chaqirganingizda nimaga e'tibor berar edingiz va qaysi holatlar uning ishga olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin?
ham intervyuda o'sha rezyumedan texniskiy skilllarini hamma narsasini skrin qilgandan keyin intervyu protsessida xodimni soft skillariga ahamiyat beramiz. Hamma soft skillariga ahamiyat beradi, chunki har bitta xodim bir jamoaga kiradi. Unda soft skilllarda muammo bo'lsa, qanaqa judayam yopiq inson bo'lsa yoki agressivniy inson bo'lsa, bu kompaniyadagi o'sha culture fitiga ham to'g'ri kelmaydi yoki o'zaro jamoa bilan ishlashdagi effektivnessiga o'shanga ta'sir qiladi. O'shaning uchun imkon qadar soft skilllariga ahamiyat bergan holatda kandidatni analiz qilinadi. O'shaning uchun soft skilllar ham juda muhim rol o'ynaydi bu intervyu protsessida. Soft skilllar qanaqa? So'rashingiz mumkin. Soft skilllar ya'ni siz intervyu protsessida sizga turli xil savollar beradi. Ya'ni san ko'proq komanda bilan ishlashni yaxshi ko'rasanmi yoki qanaqadir konfliktli momentlar bo'lganmi, o'shanda ochiq etib, misol uchun bitta keysni qanaqa qilib solution berib muammoni yechib o'tganlaringizni, mana shunaqa soft skilllardan to'g'ri o'tishga yordam beradi. Ya'ni nima desam ekan, ochiq holatda javoblaringizga qarab turib kandidatlarni keyingi bosqichga o'tmasligini belgilanadi. Ya'ni soft skilllar juda ham muhim rol o'ynaydi. Qanchalik ideal rezyume bo'lmasin, qanchalik ideal ishda ishlamagan bo'lmasin, soft skilllarda agar muammo bo'lsa, bu red flag deydi. Qizil anaqa bo'ladi, bayroqcha. Ular javob yozishgan ekanlar, odatda IT mutaxassisi ko'proq introvert bo'lishadi deb o'tgan ekanlar. Fikr bildiradi. O'shaning uchun introvert bo'ladi va o'sha intervyu protsessida HR buni biladi. O'shaning uchun turli xil sizni maksimal ochishga harakat qilgan holatda savollar beriladi. O'shanda imkon qadar savollarga to'g'ri solution bilan javob berilsa, menimcha o'tish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Chunki aytavering. Insonni ochish bo'yicha to'liq deb aytib o'tganlar ekan suratda. Insonni ochish bo'yicha to'liqroq iltimos. Insonni ochish bo'yicha misol uchun sizdan so'rash mumkin, sizni aytaylik qanaqadir problemli, muammoli keys bo'ldi, sen qanaqa yechgansan? Keyin siz aytishingiz mumkin, masalan, men deadline bergan, deadlinedan sal o'tib keta olganman. Keyin bu narsani yechim qilishim mumkin edi agar seniorimga aytsam. Keyin so'raydi, senioringga nega aytmagansan, nima sababli bo'lgan? U yog'i ketaveradi. O'shaning uchun o'zi start metodi bor. Ko'plab internetda, YouTube'da ham bor. Masalan, IRAC start metodlari bor. O'sha metodlarga asoslangan holatda javob berilsa, ko'proq inson o'zini intervyuda ochib ko'rsata oladi. Ya'ni intervyudan oldin men tavsiya qilaman, o'zingizni analiz qilishingiz kerak. Ya'ni kuchli tomoningiz, minus tomonlaringiz, qanaqa problemli keyslar bo'lgan, qanaqa uni yechgansiz, shu narsa haqida o'zingizni analiz qilsangiz, intervyuda osonroq bo'ladi, omadli o'tish. Metod nomi STAR. Xo'p, sizda keyingi savolimiz middle plus seniorlarni tezroq hunting qilish mumkinmi? Hunting qilish bo'yicha best case'lar tavsiyalar deb so'rabdilar. Middle plus seniorlarni fast hunting qilish mumkin agar siz hozirgi o'sha korxonaga, ya'ni yangi texnologiyalar bilan ishlay olsangiz, o'zi HRda ham bor, Bullhorn Search o'shanda qidirayotganda avtomatik siz o'zingizni topib beradi. Shuning uchun GitHubda ham, LinkedInda ham o'sha obnovить qilgan holatda texnologiyalarni ko'rsatib o'tishingiz kerak. Ya'ni qanaqa texnologiyalar ishlatasiz, qanaqa proyektlar bo'lgan, o'shanda HRchilar aytaylik, backend ochildi, Go, o'sha u yoqqa ketadi texnologiyalar, Bullhorn search qilganda yoki LinkedIndan search qilganda texnologiya nomlarini yozgan holatda search qiladi va sizni topish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Keyin kontaktga chiqib, shu yog'iga ham qilinadi. Menimcha bu yerda savol jamoalaringiz middle plus yoki seniorlarni qanday qilib tezroq hunting qilish bo'yicha meni so'radilar. Ular rahbar, loyiha rahbari komandalarga qanday qilib tezroq hunting qilish bo'yicha so'rabdilar.
Endi u HRga bog'liqda. Qanaqa bo'ladi masalan, HR mutaxassis HR qanaqa bo'lishi mumkin? Shunaqa xodimlar bor. Misol uchun, bir kerakli xodimga ham LinkedIndan ham GitHubdan emailini yozgan holatda kontaktga chiqadi. Iloji bo'lsa Telegramdan yozib harakat qilinadi shu inson bilan kontaktga chiqishga. Misol uchun, o'zim eksperiensimdan bo'lgan bitta kandidat bo'lgan middle judayam mos kelgan, u ham harakat qilingan uni o'sha HHdan nomer telefonini olish, LinkedIndan yozish, emailidan yozish, imkon qadar qanaqa kontaktdan topilingan bo'lsa, o'sha orqali kontaktga chiqib, u insonni intervyuga chaqirishga harakat qilingan. Agar savolni to'g'ri tushungan bo'lsam. Bitta hozir bitta case holat ekan. HR ko'p kutib qolishyapti ekan. Proyekt deadline'ingiz o'tib ketyapti ekan. Hozir pojarniy holat ekanda ularda. Prioritet etish kerakda. Misol uchun, HRga deadline beriladi. Mana shu deadline bizga topib bering deb prioritetlarni aniqlab berish kerak. O'shanda prioritetga qaragan holatda HR topib beradi. Chunki bittada 20 ta vakansiya kelib qoladi yoki 30 ta kelib qoladi. Kimni topsam ekan deb tushib qoladi odam. Shuning uchun prioritet bo'lsa, menimcha, keyin u yog'iga prioritetga qaragan holatda maksimalni topib berishga harakat qilinadi. Yoki shunchaki tavsiya bo'lishi mumkindir. LinkedInda siz qidirmoqchi bo'lgan, siz xohlagan insonlar bor bo'lsa, aloqaga LinkedInda to'g'ri aloqaga chiqib so'rasangiz bo'ladi. Misol uchun, siz bilan agar boshqa yaxshi imkoniyatlarimiz bor edi, agar qiziq bo'lsa gaplashib ko'rsak bo'ladimi deb aytishingiz mumkin. Faqatgina aloqaga chiqib gaplashib ko'rayotganda hisobga olish kerak. O'sha senior plus yoki middle darajadagi inson uchun tasavvur o'sha kompaniyasidagi ko'ra yaxshi imkoniyat menda bormi bizning kompaniyada yo'qmi? Agar bor bo'lsa, o'sha nimangiz qo'lingizda bor bo'lsa, LinkedIn orqali chiqib shu suhbatda aytib o'tsangiz yaxshi hisoblanadi. Agar real o'sha kompaniyasi, o'sha ishlab turgan senior kompaniyasidagidan ko'ra yaxshi aslida imkoniyat, yaxshiroq qanaqa nimadir bu moliyaviy tomondan bo'lishi mumkin, qanaqadir nematerial narsa ham bo'lishi mumkin. Bor bo'lsa chiqish kerak. Agar bormasa bo'lsa, xuddi boya case sizda yonib turgan pojar holati ham davom etib turishi mumkin. Agar sizda o'sha senior xohlayotgan imkoniyat bo'lmasa-da. O'zi hunting qilish uchun eng yaxshi platforma LinkedIn. LinkedIn orqali chiqib, aloqaga chiqib, yana bitta life hack aytaman. Bu outsource kompaniyadagi xodimlar. Ya'ni outsource kompaniyalar bor. Juda ham ko'p. Ularda juda ham turli xildagi middlelar, seniorlar ishlaydi. O'sha outsource kompaniyadagi xodimlarga kontaktga chiqib, harakat qilib, siz aytgandek, imkon qadar jalb qilish. Endi hunt qilishda ham HR roli katta bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib pozitsiyani sotib, odamni tortib olish jamoaga. Savollar ko'payapti. Keyingi savolimiz Obidxon aka ekan. Vakansiya bor, cover letter, resume, portfolio ham bilan HRga yozasiz, lekin javob kelmasligi muammosi bor ish beruvchi yoki HRlar. Ya'ni o'qib turib yozmasligi. Bu holatda nima qilish zarur? Yoki reject deb tushunish kerakmi? Bu birinchi savol ekan. Agar bunga javob berganingizda ikkinchisi davomini o'qib ketardim. Ikkinchi savollar. Bu to'g'risi bu juda ham yomon holat va ko'p uchrab turadigan holat. Endi mana shu maktublarga javobsiz qolib ketishi ham bu kompaniyani brendiga ta'sir qiladi. Ya'ni ish beruvchi tomonidan o'zini brendiga ta'sir qiladi. Bu narsa juda ham ko'p kuzatiladi. O'zimni praktikamda ham ko'p bo'lardi va bizda birinchi targib nima bo'lardi? Har bitta yozilgan odamga javob yozish shart edi 3 kun. O'shaning uchun, lekin Yevropada aytsamki, bu narsa sizga qanaqadir inson yozdimi, xodim albatta javob berishi shart. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, endi korxonani kulturasiga bog'liq, ya'ni sizga javob berish bermasligi. Agar javob bermasligi davom ettirilaversa, unda head of HRga chiqishingizni tavsiya qilaman. Ya'ni o'sha rekrutermi, HRmi boshlig'iga yoki LinkedIn orqali bo'ladi, pozitsiyani qalab o'sha xodimlarga chiqib kontaktga chiqishni tavsiya qilaman. Hop, keyingi savollari shunday holat kuzatildi. Vakansiyaga topshirdim va rezyumeni ko'rib chiqqandan so'ng qancha oylik so'raysiz deyishdi. Men buni intervyuda gaplashganimiz yaxshi yoki mas'uliyatga qarab, loyihaga qarab maosh belgilasak ma'qul deb aytdim. Ular siz o'zida narxingizni bilmayapsiz, boshqa odam topamiz deb aytishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni statik narx belgilab olgan yaxshimi
yoki standart narx belgilab olgan yaxshimi yoki projektga qarabmi? Aynan hozir tavsiya qilaman. Albatta har yili bozor o'rganish, sizni pozitsiyangizga qanaqa korxonalar qanaqa oylik berayotganini o'rganish va shu asosida sizdan so'ralsa, masalan, qanaqa oylikni ko'rib chiqyapsiz deganda, albatta aytish. Chunki shunga qarab turgan holatda HR ham analiz qiladi, ya'ni ularni ham byudjeti bo'ladi, bizani byudjetga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi. O'shanga qarab turib keyin keyingi etapga o'tiladi. Man sizga tavsiya qilaman, albatta bozor o'rgangan holatda aniq bir o'sha narx belgilab olishingiz, chunki bu sizga yordam beradi ko'proq. HRga ham, sizga ham o'zingizga mos keladigan ish HRga kandidat topishga. Mhm. Keyingi savol Gulbaxordan aka yana bor. Demak, shu lokatsiya muhim bo'lsa, chet eldagi kompaniyaga ishga qabul qilinishda qanday imkoniyatni topshirish mumkin? CV yaxshi bo'lgani bilan, lekin lokatsiya filtridan o'ta olmasa, sizni tajribangizdan keys chiqqanda qanday yo'llari bor va tavsiyalaringiz? Manda imkoniyat tushunmagan, qanday imkoniyat topshirish mumkin degan biroz tushundim. Qanaqa qilib imkoniyat bor, topshirsam bo'ladi, topshirish Ha. imkoniyati bor demoqchilar. Mhm. O'qishga borib, masalan, bakalavr yoki magistraturaga yoki mana shu xalqaro korxonalarni O'zbekistonda filiali bo'lsa, o'sha yerga ishga kirgan holatda keyin ketish imkoniyati bo'ladi. Chunki man o'zim ham ko'p keyslar eshitganman. Xalqaro korxonalarni anaqalari bor, branchlari O'zbekistonda, o'sha yerda ishlab turib, keyin Qozog'istonga, keyin o'sha u yog'iga головной ofisga qarab o'tib ketishgan keyslarni ham bilaman. Xo'p, bizni savollarimiz hozircha yakunlandi. Hop, agar savollar yakunlangan bo'lsa, qanaqadir keys qilamiz. Hozir mana ikkita rezyume bor, ya'ni ikkita insonni rezyumesi. Man xohlardim mana bugungi master klassdan olingan, aytaylik, bilimidan olingan lavhalardan kelib chiqqan holatda kim aytib bera oladi mana shu ikkita rezyumedagi asosiy xatolar va bular ATS sistemasidan o'ta oladimi yoki o'ta olmaydimi, shu haqida aytib bersanglar yaxshi bo'lardi. Bemalol chatda fikrlashib qolishingiz mumkin hamda agar kim qanday o'sha kamchiliklar ko'rayotgan bo'lsa ikkala rezyumeda. Agar javob bo'lmasa, men o'zim aytib o'taman. Bor ekan. Savol. Zo'r. Chatda ko'ta olmaydi debdilar. Bu experience xronologiya tuzilgan. To'g'ri, rahmat berishibdi. Birinchisi rasmni rasmi ko'p ekan. To'g'ri, javobini aytavering. Yoki kutamiz hozir. Ta'lim sizdan bilaman, balkim yana bosib qilamiz va fikrlar bildirishyapti. Fe'llar bir xil shaklda emas.
Muxti. To'g'ri. Bu ikkalasi ham rezyume. Mhm. To'g'ri. Mhm. Endi javobini aytaman. To'g'ri. Ikkalasi ham o'tish shansi kamroq. Ayniqsa ko'proq mana shu Lindsey Andrew'da. Aytavering javobini yo kutamizmi? Mana man aytayapsizlar. Aha. Chunki judayam to'g'ri javob berishdi. Misol uchun Evelyn Wilsonda judayam ko'p professional summary'da ko'p yozib o'tgan va to'g'ri aytilganidek bu yerda xronologiyada xato ketgan. Chunki mana bir qismi, ya'ni 2019-yildan beri ishlayotgan joyi birinchi o'rinda turishi kerak. Bu pastda fe'llarda xatoliklar bor va skills qismi ham bunaqa ko'rinishda, dizayn ko'rinishda emas, ya'ni bullet pointlar bilan belgilab, gruppalarga bo'linib yozganda idealniy bo'lar edi. Keyin mana shu turdagi rasmlarni tavsiya qilishmaydi HRlar. Shuning uchun man mana shu rasmlar bo'lmaganda va skill qismi ham alohida bullet pointlarda bunaqa grafikalarda emas, xronologiyasini to'g'ri qilgan holatda fe'llarni to'g'irlab qilganida bu idealniy CV bo'lar edi. Bu CVda ham juda xatolar bor, lekin ustida ishlasa idealniy bo'lish ehtimoli katta. Ikkinchi Lindsey Andrewsda judayam to'g'ri, dizayn eskicha, to'liq ma'lumot yo'q. Misol uchun man buni o'qib hech qanaqa ma'lumot olmadim va bu o'ta olmaydi. Chunki mana skill qismida tepada qo'yib, alohida bu ham bullet pointlarda qilish kerak edi. Dizaynni oddiy oq, chiroyli qilgan holatda, summary'sini ko'proq yozib, xronologiyalarga ahamiyat bergan holatda to'ldirganida o'tish imkoniyati bor edi, lekin bu kandidat aniq o'tolmaydi. Evelyn o'tish ehtimoli bor, lekin bu ham o'sha xatolar ustida ishlash kerak. To'g'ri, xatolarni to'g'ri aytib o'tishdi. O'ylayman, o'sha bugungi olingan tips yordam beradi. Albatta. Hammaga qatnashganlarga kattakon rahmat. Iloji bo'lsa har doimgidek suhbat bo'yicha agar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, birdan beshgacha shunchaki chatda ball qoldira olsangiz juda ham xursand bo'lardik. Bu bizga yanayam keyingi suhbatlarimizni yaxshiroq qilishimiz uchun va bu yerda qisqacha e'lon. Keyingi suhbatimiz, keyingi shanba kuni bizda Bunyod aka Jumanazarov bilan bo'lib o'tadilar. Bunyod aka Aloqa bankda o'sha proyekt menejment ofisining rahbari hisoblanadi. Ular bilan jamoa o'rtasida nizoni oldin olish va shoshilinch muhit yaratish bo'yicha bo'ladi. Aynan shu proyekt menejmentda yoki loyihaning ichida loyiha jamoa o'rtasida. Shuning uchun ham bu suhbatimizda ham hammani kutib qolamiz qo'shilishlaringga. Bugungi suhbat uchun Nargiz opa shunchaki vaqt ajratib va taklifimizni qabul qilib rozi bildirgani uchun kattakon rahmat. Men o'ylayman, suhbat hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. O'zlari uchun kerakli, foydali bilimni olib, kelajakda balki o'sha ozg'in muddatdagi chet elga chiqib karyera boshlaganlarda rezyumesi orqali o'tib ishga kirganlarda sizlar bir esda duo qilib qo'yishsa, men uchun eng keraklisi shu deb o'ylayman. Sizga ham rahmat kattakon. Xursandman agar mani bilimlarim, tajribalarim kimgadir yordami tegib manfaatli bo'lsa, bundan xursand bo'laman. Sizlarga ham rahmat. Rahmat kattakon hammaga. Salomat bo'linglar. Kuninglar xayrli o'tsin. Charchamang. Rahmat.